Bolalarimga Qurbon hayitiga nima kiygizsam ekan deb o'ylanib o'tiribsiz. Doim skitka deb aldab chaqirib olishadi deb o'ylab borgan do'konimda shunaqa zo'r kiyimlar bor ekan. Bugun shu 3 ta qo'g'irchoq bilan sizlarga do'kon obzorini qilib beraman. Kiraverishda meni e'tiborimni jalb qilgan mana shu kolyaskalar bo'ladi. Onajonlarning qulayligini o'ylagan holda tekinga bolajonlar uchun qo'yib qo'yishibdi. Har doim bolalarning kiyim do'konida skitka bo'lyapti deb aldab chaqirib olishardi va ensam qotib qaytib kelardi. Chunki videoda ko'rgan narsamni borib so'rasam sotilib bo'ldi deyishardi. Bu do'konda assortiment juda ham ko'p ekan va soni ham ko'p ekan. Kelsanglar bemalol men ko'rsatgan narsalarni xuddi shu narxlarda ola olasizlar. Shiringina qo'g'irchoqlarga shunaqa chiroyli kiyimlar bor ekan va hammasi hayit oldi chiroyli narxlarda qo'yib qo'yilibdi. Misol uchun shu yubkani men 150 ming olganini bu yerda 85 ming ekan. Bu ko'yni ham ko'rinishiga ko'ra narxi juda ham arzon ekan. Yaqinda to'y marosimlar bo'lsa, bozordan kelin ko'yni qidirib yurmang. Chunki hammasini Mittuvoy do'koniga olib kelib qo'yishgan ekan. Pijamalar narxini ko'rman, prosta shokman. Hammasi paxta tolasidan tikilgan bo'lib, 55 ming, 35 ming va dvoyka ekan. Bu do'konda sizdan boshqa hamma narsa bor ekan. Yana nimalarni obzor qilib berishimni xohlardingiz? Video kommentariyada yozib keting, chunki ertaga yana boraman. Qayta o'ziga mahliyo qiladigan bu do'konga albatta siz ham borib ko'ring. Hayit uchun, hadya uchun bolajonlarga shunaqa hamma badarkalarni topa olasiz. Bir kamas xaridlarni qilib olib, endi uyga ketamiz. Qani aytingchi, nech pulli narsa oldim ekan? Birinchi topganga mendan sovg'a bor.